Mashinamizda yurgani 273 ming, lekin 273 mingga qaraganda mashinamiz o'ta tetik holatda. Salonlari ham qirilib, chizilib ketgan joylari yo'q. Sidinkalari ham ezilib, chizilib ketmagan, o'zini holatida turibdi, matvi bo'lib turibdi. Mashinamizni olasiz, minasiz deyapti egalari. Mashinamiz holati yaxshi holatda. Korobka almashtirishlari ham juda ham zo'r. Yurishlari ham yengil, yumshoq yuribdi. Hadovoylarida ham hech qanaqa ishlari yo'q ekan. O'zim haydab ko'rib, tekshirib ko'rdim. 2017-yilda ishlab chiqarilgan avtomat korobka Nexia 3 holatlari ideal darajada. Kraska holatlari ham top-toza. O'zini radnoy saka diskalarida. Mashinamizda bo'lib to'lashga yoki bo'lmasa halol narsaga bemalol savdo qilib olishlaringiz mumkin. Boshlanishiga bor yo'g'i $1500 bilan kelasiz. Mana shu toychoqni egasi bo'lasiz. Mashinamiz 90 talik 4-paketlini metan gazlarda mana bunaqa chiroyli bo'lgan rullar qo'yib qo'yilgan. Holatlarini bir tanishtirib o'tamiz. Akkuratni o'ziga qarab yuradigan akalarimiz haydab yurgan mashinani LED faralar qo'yib qo'yilgan. Mashinamizda qirilgan, chizilgan, miyatina bo'lgan hech qanaqa unaqa joylari yo'q. Mashinamiz absolutni chiroyli holatda. Mashinamizni olaman deb kelsangiz, sizlarga qo'shimchasiga bitta polik taqib beradi. Aytgancha, lak bosishim esdan chiqmasin. Qo'shimcha ma'lumot uchun past raqamlarni qoldiraman. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Mashinalarimiz har xil turlaridan bor. O'sha mashinalar sizga ma'qul kelganda ko'rib qolmasliklaringiz uchun podpiska tugmasini bosib qo'yinglar.